So'nggi kunlarda YouTube'ni shunday videolar to'ldirdi. Birinchi xotin ikkinchi xotinning to'yida raqs tushyapti. Minglab izohlar. Ko'pchiligi birinchi xotinni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin men o'ylab qoldim. Agar ular masihiy bo'lganda nima bo'lardi? Erkak go'zal qizga duch keladi. Yuragi deydi, go'zal ekan. Ammo keyin u menga singlimdek. Xudoyim yaxshi yor bersin. Qiz esa muvaffaqiyatli erkakni ko'radi. Ko'rkam ekan, ammo uylanganini bilib qoladi. Shunda yuragida deydi, u menga akadek. Xudoyim, menga o'zimnikini ber, sadoqatli va sevuvchi yorni. Birinchi xotin farzand ko'radi. Er yonida g'amxo'r, duogo'y. Bir yildan keyin ular birgalikda o'sha qizning to'yiga borishadi. Qiz yagona beka bo'lib turmushga chiqadi. Bir erkak, bir xotin, Injil. Birodarlar, ayollar ham sizlar kabi inson. Siz xotiningizni bo'lishishni istamagandek, ular ham yorni bo'lishishni istashmaydi. Hirsni, bahonalarni yig'ishtiring. Shunda siz haqiqiy bo'linmas ayol muhabbati nima ekanini anglaysiz.